Xo'p do'stlar, assalomu alaykum hammaga va bugun videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kecha bir opa telefon qilib menga mashinniklar haqida aytib berdi. Ya'ni bular Telegram, WhatsApp, Instagram orqali sizga aloqaga chiqadi va ishga jo'natishini aytadi. Oldindan hech qanaqangi biron so'm pul bermaysizlar deb keyinchalik viza uchun, sug'urta uchun, bilet uchun pul so'raydi. Iltimos do'stlar, o'sha odamlardan ehtiyot bo'linglar. Bular asosan ruslar. Ruslar shunaqa qilishadi. Vitaliy Antoni shunaqa ismlar xullas. O'shalardan ehtiyot bo'linglar. Hech qachon ish beruvchi oldindan pul so'ramaydi. Bugun sizlar bilan Angliyaga любой kasb bo'yicha siz g'isht teruvchi bo'lasizmi, siz rus tilida gapirasizmi, ingliz tilini bilmaysizmi, quruvchimisiz, qassobmisiz, haydovchimisiz, o't o'ruvchimisiz, bog'bonmisiz, umuman farqi yo'q. Ofitsialniy UK Go sayti orqali Angliyani davlatini ofitsialniy sayti orqali ishga topshirishni o'rgataman. Juda oson. 100% javob beraman. O'zim ham xususiy firmada ishlaganman. Bizlar ham xuddi shunaqa odamlar bilan shartnoma qilib, mana shunaqangi ishonchli saytlar orqali ro'yxatdan o'tkazdirib, ularga CV, cover letter ingliz tilida 3 ta 4 ta qilib 3 xil 4 xil kasbga tayyorlab, ishga topshirib berib natija qilganmiz. 100% emas deylik, 99% O'zbekistondagi firmalar Angliyaga ishga jo'nash uchun mana shu saytdan ro'yxatdan o'tkazdiriladi. Faqat bu mavsumiy ish uchun emas, ya'ni 6 oylik viza emas. Bu sayt orqali ish beruvchiga CV, cover letteringiz jo'natsangiz, agar ular intervyu qo'ysa, intervyudan muvaffaqiyatli o'tsangiz, 1 yildan 2-3 yilgacha viza beradi. Bu mavsumiy ish emas. Bu skilled worker vizasi bo'yicha. Skill degani bilsanglar, kimda kim ingliz tilini bilsa, qobiliyat degani, ya'ni bitta sohani mutaxassisiz. Mana shu sohalar bo'yicha hozir noldan ishga topshirishni o'rgataman. Siz o'ylagandan juda ham oson. Faqatgina sizga kerak bo'ladigan narsa CV bilan cover letter. Do'stlar, menga har kuniga 20 ta 30 ta odam yozyapti. Telegramdan mana bu hujjatni qarab bering, tekshirib bering. Juda ham rasvo, cringe. Vobsheta siz ko'rib qusqingiz keladigan darajadagi hujjatlarni jo'natyapti. Iltimos do'stlar, Telegramdan aldanib qolmanglar. Agar mobodo kimdir sizga ishga jo'nataman deb pul so'rayotgan bo'lsa, spam berib cho'rniga tiqib oling. Mobodo mana shu videoni ko'rayotgan vaqtingizdan avval kimgadir pul berib qo'ygan bo'lsangiz, chetga chiqarib olgan bo'lsangiz, pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Menga yozing, meni o'zim tekshirib beraman sizlarga. Telegram lichkam mana shu videoni kommentariyasida qoldirgan bo'laman. Mana ekranda chiqib turibdi. Bemalol saqlanib qilsanglar yoki mana shu nickname qidirsanglar, Telegram lichkam kelib chiqadi. Kuchukcha Rasul Norov deb qidirsanglar, albatta o'zimning shaxsiy Telegram lichkam kelib chiqadi. Nima savol bo'lsa, yozsanglar men javob beraman. Hujjatlaringni ham tekshirib beraman. Oldindan risk qilmanglar. Ichki ishlarning o'zi axborot xizmati aloqaga chiqayapti. Ey do'stlar, fuqarolar, ehtiyot bo'linglar. Agar chetga chiqaraversanglar, biz mashinniklardan pulni qaytarib olib bera olmaymiz. IP adreslarini topa olmaymiz dedi. O'shaning uchun ham agar qanaqadir shubhali narsani sezayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda mana shu videoni albatta kommentariyasida Telegram lichkam bor, Telegram lichkam o'tib hujjatingizni tekshirib olishingiz mumkin. Endi ishga qaytamiz. Bu sayt 100% ishonchli Angliyani hukumatining sayti. O'rtacha oylik 11 funt sterlingdan 20-30-35 funt sterlinggacha. Va topshirish juda ham oson. 3 minut vaqtingiz ketadigan bo'lsa, 99% firmalar mana shu sayt orqali ro'yxatdan o'tkazdiradi. Bu saytning linkini albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman do'stlar. Telegram kanalimda ham linki mana shu videoning kommentariyasida bo'ladi. Videoni boshladik. Demak, siz internetga kirib, mana bunday ukgo.search job deb qidirasiz. Search job deb qidirasiz. ukgo hozir chiqadi. Mana shu saytga kirib olasizlar. Kirdi, start now ni bosasizlar.
telefondan qanday ro'yxatdan o'tish bo'yicha bitta video darslik qilganman. Bu video darslikni albatta Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Telegram kanalimda linki albatta kommentariyada bo'ladi. Start now'ni bosamiz. Bosdik. Mana bu yerda create account bor. Account yaratish ustiga bosamiz va mana bu yerga o'zingizning email pochtangizni kiritasiz va email pochtangizni parolini kiritasiz. Bo'ldi. Keyin create account bosasizlar, email pochtangizga mana bunaqangi xabar boradi. Vot borgandan keyin mana shu xabarning ichiga bitta kirsanglar, uzun link bergan bo'ladi. Men ekranda ko'rib turibsizlar. O'sha link ustiga bossanglar, avtomatik sizning akkauntingizga olib o'tib ketadi. Xo'p, avtomatik olib o'tib ketgan akkaunt mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Sizning akkauntingiz tappa-tayyor va siz search for job deb bosasiz. Yana aytaman, search for job ish qidirish, ishlar qidirish. Ustiga bosdingiz va mana bu yerga o'zingizga qaysi kasbdasiz? Quruvchimisiz, bog'bonmisiz, dehqonmisiz, haydovchimisiz, umuman farqi yo'q. Faqat ingliz tilida o'zingizning kasbingizni yozasiz. Google tarjima orqali, ChatGPT orqali quruvchi ingliz tilida nima deyiladi deb yozsangiz, builder deb chiqadi. Builder deb yozasiz. Va mana bu yerda xohlasangiz kasblar bor. Mana bu yerda kasblar bor. Xohlagan kasbingizni aniq qilasiz. Mana bitta ishga men o'zim bir kishiga topshirib berganman. Ketgan mana already applied degani allaqachon topshirilgan degani. Okay? Keyin mana bu yerga xohlagan ishingizni qidirib topasiz. Ya'ni bu akaga oshpazlik bo'yicha ishga topshirib berganman. Mana bu yerda oshpazlik bo'yicha 13 funt. Bu degani pashta $20 atrofida dollarda. Xohlagan ishingizni qidirib topasiz mana bu yerda. Bemalol. Chap tomonida ishlarni spiskasi turibdi. Xohlagan ishingizni topasiz. Masalan, haydovchilik bo'yicha deb qidirayotgan bo'lsangiz, haydovchi driver bo'ladi. Driver yozasiz va UK davlat search deb bosasiz. Search bosdingiz, общий ish o'rinlari mana saytda o'zbek tiliga o'girsangiz ham bo'ladi. 9193 ta haydovchi. Men ishonaman, O'zbekistonda yaxshi kategoriyaga ega bo'lgan quruvchilar yoki bo'lmasa haydovchilar juda ham ko'p. Staji ham zo'r. Va ular mana shunaqangi ishga topshirish kerak bo'ladi. Cheklangan bo'lishi mumkin. Haydovchi. Mana buni bosamiz. Oliy o'rtacha shu 15 dan boshlanadi. Haydovchilar 15 dan boshlanadi. Endi ishga topshirish uchun nima qilamiz? Ishga topshirish uchun ushbu ish uchun murojaat qiling deb bosamiz. Bosdik. O'zbek tiliga o'girilgan sayt. Juda ham oson. Arizangiz bilan davom ettirishni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda ish haqida to'liq ma'lumot kelib chiqadi. Qayerda joylashgan, qachon qo'yilgan, vaqti, oyligi o'rtacha shu 20 funt atrofida. Mana bu yerga to'liq qismingizni yozamiz. Masalan, Rasul Norov yozdik. Mana bu yerga email pochta albatta bo'lishi kerak. Mana bu yerga cover letter deyiladi. Bu rahmat menga o'sha ish imkoniyatini berganingiz uchun. Men sizga CV'ni jo'natyapman. Iltimos ko'rib chiqing degan ma'noda. Buni agar bizdan CV cover letter, ya'ni rezyume ingliz tilida tayyorlatsangiz, plus shunaqangi cover letterlardan, matnlardan 5 ta 6 tasini yozib jo'natib beramiz. Bemalol ishga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Maslahatim 2 ta 3 ta CV qildirganingiz ma'qul bo'ladi. Mana bu yerga CVni yuklaymiz. CVni yuklaymiz. Mana Favorite file tanlash. Mana bu yerda mana o'zim CVim bor. Yukladim va ushbu elektron pochtadan nusxa oldik va ushbu ish uchun murojaat qilish. Bosdik. Bo'ldi mana. Ariza yuborildi. Sizning arizangiz shu jumladan CV ushbu ish uchun muvaffaqiyatli yuborildi. Bo'ldi. Siz bitta ishga topshirdingiz. Bo'ldi. Yotib divan ustiga qachon chiqarkan emas. Kuniga mana 9000 ta vakansiya chiqyapti-ku, haydovchilik bo'yicha. Kuniga 20 talab, 30 talab ishga topshirish kerak. Buning uchun sizga rezyume bilan cover letter kerak bo'ladi. Xohlasanglar, monopoliya yo'q bizda. Xohlasanglar CV cover letter qila oladigan, avval o'tgan
ya'ni CV cover letterni zo'r qiladigan odamga qildiringlar yoki bizga qildirsanglar bo'ladi. Xizmat haqqi juda arzon. 250 ming so'mga bitta CV, bitta cover letter qilib beramiz. Ikkita CV cover letter uchun 350 ming so'mga tayyorlab beramiz. 2 kun ichida tayyor bo'ladi va siz ikkita kasb bo'yicha ishga topshirasiz. 10 dan 20 ta. Javob kelishi email pochtasida javob keladi. Okay? Nima javob kelsa menga screenshot qilib jo'natsanglar, men sizga yo'l yo'rig'ini ko'rsataman. Vot Angliyaga ishga jo'natib birorta bir lupoy firmaga boring, o'rtacha firma xizmati $1,5 ming. $1,5 ming pulingiz yoningizda qolishi uchun, ya'ni ish qidirib pul ishlash uchun siz Angliyaga bormoqchisiz, firmalarga shuncha pul berishingiz kerak. Chunki men o'zim firmada ishlaganman. Firmaga ishlagan bilimlarimni realniy saytlarda ko'rsatyapman. Mashinliklarga aldanib qolmanglar, hujjatingizni ham tekshirib beraman. CV, cover letter kerak bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasida Telegram lichkam bor. Telegramga yozsanglar, ikkita CVni chegirmada tayyorlab beriladi. Do'stlar, hammaga rahmat. Bu saytdan qanday ro'yxatdan o'tishni bilmasanglar, oddiy qo'lingizdagi telefon orqali saytdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha 4-5 minutlik video bor. Email pochtangizni ko'pchilik kodini bilmaydi. Email pochta so'raladi bu saytda. Email pochtangizni ham kodini topish bo'yicha va mana shu saytdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha qisqa video bor. Bu video albatta Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Telegram kanalimning linki mana shu videoni kommentariyasida bo'ladi do'stlar. Sizlar bilan Tinch Rasul